Assalomu alaykum. Faraz qiling, aeroportda turibsiz, biroq samolyotga chiqib olmayapsiz. Yoki chegarada avtomashina yoki avtobusda qolgansiz. Biroq sizni o'tkazishmayapti. Bunga qanday sabab bo'lishi mumkin? Bunga aynan bugungi kontent sabab bo'lishi mumkin. Shu sababli xorijga chiqishga taqiq bor yoki yo'qligini uydan to'xtab aniqlab, o'zingizni har qanday xavotirlardan asrang. Bugungi kontent aynan ana shu mazmunda, ya'ni fuqaroning xorijga chiqishda cheklov bor yoki yo'qligini aniqlashga bag'ishlanadi. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Mayga o'z ilovasiga o'tamiz. Ro'yxatda o'tgan bo'lishingiz lozim. Ro'yxatda o'tmagan bo'lsangiz kanalimizda bu bo'yicha kontent mavjud. Shu kontentni ko'rib ro'yxatda o'tgandan so'ng jarayon davom etsangiz bo'ladi. Xizmatlar yo'nalishida bizga keragi fuqarolik degan yo'nalish bo'ladi. Va bu yerdan aynan o'zimizga kerak xorijga chiqishga cheklovni tekshirish degan aynan xizmat mavjud. Shu xizmat orqali o'tamiz. Xizmat bepul amalga oshiriladi. Avtomatik tarzda buni sizga ko'rsatib beradi. Xizmatdan foydalanish qilib jarayon davom etasiz. Bizdagi holatda demak e'lon joylashtirildi. Aynan O'zbekiston Respublikasidan chiqishga cheklov aniqlanmadi. Mana shu yerda aynan sizda turli qarzdorliklar yoki o'sha MIBdan qarzdorlik yoki umuman davlatdan aliment qarzdorligi yoki shu kabi qarzdorliklar mavjud bo'lgan taqdirda bu yerda cheklovni qaysi yo'nalishda qo'yilganligini aks ettiradi. Bugungi kontentimiz mana shu mavzuda edi. Kontent yoqqan bo'lsa like bosib qo'llab-quvvatlang va videoni o'z yaqinlaringizga ulashing. Xorijga qatnaydigan yaqinlaringizga ulashsangiz, ular cheklov bor yo'qligini aniqlab keyin yo'lga chiqsa, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.